ICYF Xalqaro yoshlar volontyorlik oromgohiga qabul. 2025 yil ICYFning 7-mavsumiga qabul. Bu yerda mana Madina Fayzullayevani o'rnida logout qismi bo'ladi. U yerda siz o'z akkauntingizni yaratib kirasiz. Mana Islamic Cooperation Youth Forum bo'ladi, ya'ni islom davlatlari uchun 28-apreldan 10-maygacha bo'lib o'tadi. Ya'ni 28-apreldan 3-maygacha bolalar va 5-maydan 10-mayga qadar esa qizlar uchun bo'lib o'tadi. Oromgohning o'zini maqsadlari, vazifalari bo'ladi. Mana bu 5tasini ko'rishingiz mumkin. Psixologik support, psixologik yordam qilish, yomon hodisalardan keyin yordamlar, jamoa o'rtasida xabardorlikni kuchaytirish, developing skills, ya'ni o'sha leadership qobiliyatlarini kuchaytirish va sotsial o'rtasidagi aloqani kuchaytirish shu kabi vazifalar qo'yilgan. Ularni batafsil o'rganib chiqsangiz bo'ladi va bularni kurs davomida ham o'rganasiz. Location'i men borgan Alazin Key Kubat Youth Camp'ida bo'lib o'tadi. Bu Antaliyaning eng chiroyli qismi o'rmonlar orasida bo'ladi. Mana boya aytganimdek, males uchun, ya'ni bolalar, erkaklar uchun 28-apreldan 3-maygacha, 5-maydan 10-maygacha qizlar uchun. Mana bu esa mos kelish qismi va tanlab olinish qismi. Birinchisini ko'rishingiz mumkin, being a citizen OIC member state degan, ya'ni bu yerda islom davlatlari kiradi bu yerda, ya'ni muslim community. Ikkinchisi kommunikatsiya, ingliz tilida kommunikatsiya qila olishni bilish kerak. Age between 18-35 yoshdan 35 yoshgacha bo'lganlar oralig'ida bo'ladi. Understanding key local global issues, mahalliy va global muammolarni tushunish, ularni hal qila olish mumkin. Masalan, natural disaster, tabiat hodisalari, odamlar o'rtasidagi qanaqadir kelishmovchiliklar va yoshlar o'rtasidagi muammolar. Qanaqa yoshlar o'rtasida muammolar, shularni aytish kerak. Jamoa bilan ishlashni bilish kerak va volontyorlik experience tajribalari bo'lishi kerak. Barcha sessiyalarga, ya'ni volontyorlikda o'sha oromgohda barcha sessiyalarga qatnasha olishi kerak va o'zini leadership qobiliyatlarini, muammolarga qarshi tura olishini ko'rsatib berishi kerak. Faqatgina bu yerda keltirib o'tilgan not, faqatgina tanlab olinganlar ularga xat yo'llatiladi. Ya'ni successful application, muvaffaqiyatli applicationlarga xabar jo'natiladi. Rejectionlarga xabar kelmaydi. Istanbul vaqti bo'yicha 10-martgacha qabul qilinadi. Bu adashmasam 20-59 bo'lsa, Toshkent bo'yicha 11-mart kechqurun soat 2gacha qabul qilinadi. Bu yuqorida aytganimdek, only selected participants will receive an email of acceptance to the camp. Faqat qabul qilinganlarga xat jo'natiladi. Mana bu yerda keltirib o'tganman, o'z xarajatlarini qoplashi kerak va borganlaringizdan so'ng ular sizga albatta $250 qaytarib berishadi. Bunga 100% kafolat beraman. Bu degani hech bo'lmasa siz borish biletingizni olsangiz ham qaytish biletingizga pul tayyor degani. Xo'p, local transportation sizlarga aloqador emas va ularga 3,5 lira beriladi. Accommodation and further costsga keladigan bo'lsak, qolgan barcha xarajatlar, yashash, ovqatlanish, aylanish, sayohat davomidagi xarajatlarning barchasi o'sha oromgoh tomonidan qoplanadi. Viza masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistondan Turkiyaga viza talab qilinmaydi, hech qanaqa viza xarajatlari ham bo'lmaydi. Sertifikatlarga keladigan bo'lsak, to'liq qatnashgan barcha sertifikat bilan ta'minlanadi va shu yerdan apply qilishingiz mumkin. Bu yerdan o'zingizdek shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib o'tasiz. Vivrat fayl qismiga esa o'z pasportingizni yuklasangiz bo'ladi. O'sha birinchi beti bo'ladi-yu, rasmga olib. Bu yerda qanaqadir ovqatlarga cheklangan bo'lsa, allergiyalaringiz, qanaqadir dorilar qabul qilsangiz, ularni kiritishingiz kerak. University name'dan o'z kompyuterda bo'lsa yozsangiz bo'lar ekan, telefonda bo'lsa tanlasangiz bo'ladi. Ingliz tilini bilish darajangiz Facebook, Instagram, Twitter hamda LinkedIn profillar yoziladi. Siz agar avval ICYF ga qatnashgan bo'lsangiz, ha deysiz. Agar qatnashmagan bo'lsangiz, yo'q deb qo'yasiz. Menda qatnashganman, shu uchun yes turadi. Xo'p, bu yerda favqulodda holatlar uchun birorta qarindoshingiz, tanishingizni raqamlarini kiritasiz. Bular ikkita bo'ladi. Ularning ism, familiyalar, emaillari bo'ladi. Endi dadamda email yo'q-ku, oyimda email yo'q-ku desangiz, do'stingizni, o'rtog'ingizni kiritsangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi bu tomoni bo'yicha. Where did you hear about this program deganda ICYF social media and
veb-sayt tanlasangiz bo'ladi. Other qismida alumni desangiz bo'ladi, ya'ni avval qatnashgan kishilardan eshitdim desangiz bo'ladi. International mana bu qismda esa costdan keyin belgilash qismida siz internationalni tanlaysiz. Agar O'zbekistondan Turkiyaga uchadigan bo'lsangiz, agar Turkiyani o'zidan, ya'ni biror shahridan Antaliyaga uchadigan bo'lsangiz, unda local transportation'ni tanlaysiz. Lekin menimcha hamma international. Va eng muhim qismi motivation xat yozish qismi va bu yerda savollar berilgan. Savollarga maksimal 250 tagacha so'z yozish mumkin. 250 tadan oshib ketsa ham hisoblanmaydi, umuman hisoblanmaydi. Shuning uchun 250 tadan kamaytirishga harakat qilinglar. Va bu yerda ikkinchi, uchinchi savollarni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi savollarga e'tibor berib, har bir so'zni sharhlab, har bir so'zni tushunib topshirganingiz yaxshiroq bo'ladi. An example, an experience demak, bitta volontyorlik loyihangiz, bitta example berishingiz kerak shu muammolaringiz bo'yicha. What's the main reason motivating to participate in this camp? Asosiy maqsadingiz yozish kerak. Asosiy maqsadlaringiz emas, bitta asosiy maqsad yozishingiz kerak. How many ICWave siz necha marta qatnashgansiz deyapti. Yozing deb qoldiryapti. Siz prosta no deb bosib qo'ysangiz bo'ladi agar qatnashmagan bo'lsangiz. Bu yerda septichkani bosib qo'yasiz, hamma qoidalarga roziman deb. Agar siz tanlab olinsangiz, nimalarni bilishingiz kerak va nimalarni tasdiqlaysiz? Bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin, ya'ni siz qabul qilinganingizdan keyin barcha sessiyalarga to'liq qatnashishingiz, treninglardan oldin o'sha siz koordinatoringiz bilan vaqtliroq birga borishingiz, trening boshlanishdan oldin kelganingizda tasdiqlovchi imzo qo'yishingiz kerak bo'ladi. Men borganimda ham shunaqa imzo qo'yganmiz. Xo'p, kempdan o'sha oromgohdan chiqib ketish umuman mumkin emas. Tartib qat'iy va sizning xavfsizligingiz 100% ta'minlanadi. Keyin yana nimalar bor? Hech qayerga ziyon yetkazmaslik, hamma joyni o'zingiz uyingizdagidek asrashingiz kerak bo'ladi va ertalab turish soat 8 da bo'ladi. 8 dan kech qolsangiz ovqatlanishga, nonushta qilishga ulgurmaysiz va treninglar 9 dan boshlanib ketadi. Va hammasini o'qib chiqqaningizdan keyin submit form qilasiz va sizning arizangiz qabul qilinadi.